Endi ko'rib o'tadiganimiz mantiqiy funksiyalarni birozgina qiyinrog'i. Funksiya odatda bir o'zi kelmaydi. Если funksiyasi bilan yoki boshqa funksiyalar bilan keladi, lekin biz hozir funksiyani o'zini tanishib olish uchun shunchaki o'zini ko'rib chiqamiz. Keyinchalik amaliyotlarda uni bir nechta funksiyalar bilan birgalikda qilib ko'ramiz. I funksiyasi bu bir nechta shartga tekshiradi. Boya ko'rib o'tdik, если funksiyasida bitta shartga to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirib javob berardi. Bunda bir nechta shartga to'g'ri kelishini aytadi. Agar to'g'ri kelsa true beradi, agar to'g'ri kelmasa false beradi. Keling buni bir tekshirib ko'ramiz. Demak, bizga if funksiyasini chaqiramiz va birinchi argumentimiz, birinchi значениeni aytaylik, ayol bo'lishi kerak. Demak, ayol birinchisi ketdi. Ikkinchisi yoshi 30 dan katta bo'lsin deylik. Yoshi 30 dan katta bo'lsin va uchinchisi kasbi ustoz bo'lsin deylik. Demak, bu shartimizga to'g'ri kelmadi. Ikkita shartimizga to'g'ri keldi, ya'ni bu ayol kishi ustoz, lekin yoshi 30 dan yuqori emas ekan. Bu shartni to'lig'icha tatbiq qiladigan bo'lsak, faqatgina mana bu. Sunoy opamiz 35 yosh, ustoz ayol. Hamma shartga to'g'ri keldi. Bu holatda chegara bersak bo'ladi. Bunga agar biz если funksiyasini qo'shib yuborsak, bu bizni argument qismimizni bajarib beradi. Uni keyinchalik batafsil ko'ramiz. Hozir murakkablashtirmaymiz. Endi rus tilida bo'lgani uchun ложь, istina deb berdi. Sizda ingliz tilida bo'lsa true, false deb qaytaradi. Bu funksiyani amaliyotda ko'rib chiqamiz. Demak, bizga topshiriq berildi. Bonus beriladi. Qaysi kunda ishlagan ishchiga, aytaylik, mana shu kuni yoki boshqa kunligini aniqlash uchun ikkita sharti bor. Birinchi sharti tushum 1.200 dan ko'p bo'lsin deyapti. Ikkinchi sharti sotilganlar donasi 12 tadan ko'p bo'lsa. Ikkala shart ham bajarilishi shart. Keling buni ham boyagiday i funksiyasi bilan ishlab ko'ramiz. Funksiyani chaqiramiz. Birinchi deymiz. Demak, bu katta bo'lishi kerak 1.200 yoki teng bo'lishini ham qo'shib ketsak bo'ladi. Katta yoki teng degani mana shunday chiqariladi. Keyingimiz mana bunimiz katta yoki teng 12 bo'lsin. Istinam. Buni to'liq tatbiq qilsak, istina ложь bo'ldi. Mana bu joyda e'tibor bering. Demak, men agar mana bu belgini o'zini ishlatsam 12 kirmaydi, 12 dan yuqori hisoblanadi. Katta kichik belgisidan keyin barobar qo'ysangiz, katta yoki teng degan mantiqiy amalni beradi. Demak, biz shartni bajardik. Mana shu kuni, mana shu istina bor kunlariga bonus bersa bo'lar ekan.